Assalomu alaykum. Ro'za Ramazon ayinlari muborak bo'lsin. Bugun nechinchi kun bo'lib ketdi? 6-kunni bitirdikmi? Hammalarga Ramazonlik salom. Ramazon kirgandan yaqin birinchi qatim program ishlashim, bir video ishlab boqay deb o'tirib, bir hikoya so'zlay dedim, hayot hikoyalarim qatorida deb pat-pat hikoya so'zlaydigan videolarim bor. Shunga o'xshash bir Ramazonlik kichik chog'lardagi o'tir maktabdagi, oliy maktabdagi rus tutgan vaqtlarimizdagi degandek aslimlar to'g'riliq biroz to'xtalg'ash, ancha-muncha so'zlab xatir qoldirib qo'yay dedim. Ba'zi so'zliklarni faqat asliga bo'lmaydigancha vaqt o'tgan sari unutilib ketmasin. Ra shunda bir faoliyatlarimiz, ko'ngilli xotirlarimiz bor deb bir video qilib ilib qo'yay dedim. Kanalimga xush keldinglar. Uyim Facebook'ga qaranglar. Ramazonlik hitoyam yaqinlashib kelatidi. Kelinglar, pichat o'ylarim bor. Chaqchaq qo'ydim. Ammo birinchi qatam meniki green screen feature'ni ishlatishim. Boshlab ketdimsa, boshlashdan ilgari mahallamizdagi, yurtimdagi masjidlar to'g'riliq va bir qism diniy faoliyatlar to'g'riliq so'zlab, bir qisqacha to'xtalay. Bizningki hamma mahallada, ko'chalarda shunda kichik-kichik masjidlarimiz ko'p. Bizningki mahallaniki o'zidilam 2 masjidimiz bor. Birsi Tungan masjidi, birsi Limon-Qarz masjidi deb Bo'ston yezisiniki o'zida qancha tal masjid bor bo'ldi, uni bilmayman. Aniq san-siffrlarni men tasavvur ketmaydiganman. Cho'ng bir jome Bo'ston jomasi deb qo'yamiz odatda madrasa deb ham ingliz tilida madrasaga boramiz deyish boshqa gap bilan Bo'ston jomasi. O'sha hammadan cho'ng yet oyamlarda shu yet namozini o'qiydigan butun shu kichik masjidlarda namoz o'qiydiganlarimizning hammasi shu Bo'ston jomasiga borardik. 2-3 haftaning oldida surishtirsam, bizningki mahalladagi u kichik masjidlarni chaqilib bo'lg'ilni voh deb boshlab dedida, ko'nglim shundoq yerim bo'lib, shu nurg'un aslimlarimiz o'tgan kichikimizdan tortib shu masjidningki tak-tak deymizmi? Tak-tak ovozini anglab, azon ovozini anglab cho'ng bo'lgan surishtirsam shu chaqilib ketgili uzun zamonlar bo'ldi. Necha yillar bo'lib ketdi boshlab dedi. Bo'ston jomasi shundaqda madrasa qandoq deb so'rasam, uningga chaqilmadi, u cho'ng masjid hozirmi bor deb boshlab dedi. Shu bonida video ishlash jarayonida shu bonda bir guvohlik qatorida so'zlab qo'yganim bo'lsin. Bizningki mahaldagi 90 Bo'ston yezi Limon-Qarz mahallasidagi masjid hozir yo'q. 2 masjid hozir yo'q. Biri Tungan masjidi, yana birisi Limon-Qarz masjidi deb to'rt ko'chadagi masjidlar yo'q, chaqilib ketibdi. Ilgari o'zim surishtirgan, Google Earth xaritadan izlab tepib, shunday cho'ng'aytib ko'rib boqsam, bormi, yo'qmi, burun qanday bo'lg'iydi ekanligini aniq farqlantirolmadim-da. Shuning hech qanday ammo siz haqdan so'rasam hech kim javob berishga betinolmaydigan savol ekanda, bu masjidlar to'g'riliq, faoliyatlar to'g'riliq, ro'za Ramazon to'g'riliq, namozlar to'g'riliq gap qilsa hech kim bir narsa ig'iz ochmaydigan mazgilga shundoq bo'lsa-mu, yuragi yo'g'onroq bir kimlardan shunday so'rab surishtirsam, 2 masjidningki yo'q ekanligini bildim. Chaqilib ketganligini bildim. Kichik chog'larda shundoq tak-tak degan boshqa yurtlarda yo'q o'xshaydi. Bizningki yurtlarda ham bor o'xshaydi. Bu tak-tak so'qadigan ish odatda boshqa yurtlarda bevoslam azon o'qiblam chiqadi-ku, lekin bizningki yurtda avval bir tak-tak so'qiladi. Tok bir yog'ochni yasalgan tak-tak deb qo'yadi uning ismini. Shu tak-tak anglaganman Ramazonlik og'iz ochishga tamshildigan chog' shu tak-takning ovozi, tak-tak so'qdimi deb o'sha so'rashardik. Bir vaqtda bir necha yerdan tang tak-tak ovozi, azon ovozi tang angladi-da, yaqindan, yiroqdan degandek. Shunaqa ovozlarni anglab cho'ng bo'lgandik, hozir yo'q. Masjidlarniki to'g'riliq mushuncha gap qilay. Undan boshqa diniy faoliyatlarimiz to'g'riliq desam, taralga deb bir narsa bor. Taralga degan shu Ramazon mazgilida, bir oy mazgilida shu iftorni yeb bo'liblam shu masjidda
birlikte namaz okuydigan, ayollarmı çıkıpdygan, aşnaq taralge namazı dep goýatdyk, aşnaq därs anlaýdygan degendek aşnaq işler boladigan sah bir ay. Onu taralge diýdik, ondan kin Sara depmi ýa bir näse boldy. Oňu şu mesçitge, şu emma aýlyklar özüniki şu taýýarlagan naz-nümetiklerini mesçitge çykyp köpçülik birlikde mesçitde Sara kılymyz, Saraga çykymyz dep başak diýdik. Onu Sara diýdik. O Ramazan mezgilde emas, başga çaglardam arlap ýylnyky başga wagtlarda arlap başına bolady. Eee, Esimde kalyşy kiçik çaglarda biz şu mesçitninki ýylygy tazyk işlerini kılymyz dep pat çykatdyk. Eee, Mesçitninki mahsus şu nimeleri aýrymdy-da, ýogun süpürgeler aýrymdy, aşnaq mesçitninki içi bütün gilemler, mescitning içideki property nime diýmiz ýylygy ders gerekli iş kılıp gilemler deydi, bütün hemsi aýlyklarnyky iýany kılışydan kelgen mescidimizinki içi hemliye gilemdi. Uyukladymy, ýylyk artyk gilemler turady. Nime dese şu kişiler ýet aýam kelidi, ýylyk zakat orunda özüniki öýdiki bulupmy ýaşagan kişiler ömrüninkü ahyryna az tynyş ötküzey iş kılıp nime diýmiz endi iş kılıp öýdüp bir näseni mescidge ýany kılıp öýdädi. Keyin anandan keyin şu qurba ýet ulamdy. Koyunu qurbanlyk kılgan çagda onunki terisini satsa haram boldyken, mescidge ýany kılıç boldyken demdi. Şundaq bir gepler çykyp ýylyk hiç kim mescidge terisini beripin, terisini setýetmeýdi-de, hiç kim şahsy setip bolmaýdy özüniki qurbanlyk kılgan koyununki terisini. Başka çagda teri sowdagerleri koylarnyky terisini aldyk, lekin ýet aýamdyky terilerniňki hemmesi mescidge barilady. Şu teri sowdagerlerimi mescidlerge berip terini setip alady. O kirim şu bütün mescidninki çykymlarga işletmez dep mescidniň kirimi bolady. Şunda taralge diýdi, Sara diýdi degendek faaliýetler boldy. Ýani nimeler boldy? Ha, roz Ramazan aylarında ananıkin rozancılar dap koymaz, eli turup sal turup nakşysını taң bil anlap Nahmedanımni ahırlaştıray. Rozancılar etadigan nakşylar var. Aşnaq ýylygy hemme kişilerniki öýüninki aldygy berip keçide aşy roz tutgan kişilerni ornundan çakyratdy aşyndak. Şu dutatan bir dap rawap degendeklerni şu arulaq etip bulamdy iş kılıp keyin toksiklet üç jaklyk tokluk modalar bolup ketdi. Aşta bilen taң meňe şu keçide şyraqlardan maňlatdy bir ýerlerden bir kimlerniki aşyndak rozaň etýän nakşylary degendek. Rozaň etiş nakşymy bir xil hem ýylygy Uýgur medeniýeti hem islam medeniýeti ortak jamlangan bir xil nimside hem şundaq Uýgur halkynyňky güzel ahlaky ipadelengen aşyndak kişilerni roz tutuşga çakyryp, rozanyň zakatyny berişge çakyryp, onundan jygylgan pullarny nan, piçek, göç degендek bir näseni hemmesini onunkin şu qaysı mahallede kimninki ailesinde kıyınçılığı var degендek şulak öleştirip berdigan aşyndak güzel bir bir hem dini faaliýet hem medeni aşyndak bir faaliýetimiz boldy. Da rozancılar şu Toksun, Turpan, Kumul taraplardan bekrek boldy. Hazırlady. Mümkin emas-da, o näsimizden ýok kılbatdy ýakçyn. Medeniýetimizni ýok kılmamyz, milletimizni ýok kılmamyz dep bular şundaq küçäýip atgan mezgilde men bu videomny şundaq bir hatyra süpde bir sözlep bolsun bir kaldyryp goýay dep şu videony işlep boldurypdym men. Mescitlerimiz dogurluk, dini faaliýetler dogurluk şunçalyk toktalsam. Hem de kiçik çaglardan, otur mektepdeki çaglardan ve aly mektepdeki çaglardan azrak sözlesem. Kiçik çağımızda biz mektepke kiriş, ýeşige kiriş toşdan ilgirla bizninki jemaatniki näwirler hemmesi anamnyň öýüge berip ýetip alatdyk-da. Çoň anamnynki bizninki 90-njy ýylda çoň anasyny ana diýmizde. Dadamnyň öýü, anamnyň öýü degen gep şu çoň dadasynyň çoň anasynyň öýü degen gep. Aşnaq biz bir näwirler gadasyga 7-8 hemmemiz şu çoň anamnynki, anamnyň öýüge kirip ýetip alatdyk. Kışnynki uzun külleri degen anamnyň öýü ıssyk kanlyk. Şu öýlerde
rozy to'g'riliq gaplarni qilib beradi. Anandan keyin rahmatlik anam 96-yili 6-oy mezgilda tugab ketib qoldi. O çağı qachon oliy maktabni bitirib yangi chiqqan vaqtimmi, mana shundoq man sirtdagi bir chog'da shu ko'rludagi vaqtimda shundoq namoz xabari kelib, 2006-yildagi ishlar. Xudoyim yotgan yerini jannat qilsin qilgan shu savob ishlarni hammasining ajrini Xudoyim bersin. Shu rahmatlik anam mana shundoq bizga kechasi cho'chaklarni yetib beradi. Stol ashundoq, "Ana, ika yetib bersana" deb turib olardik. Man to'la kichik chog'lardagi ishlarni so'raydim anamdan keyin. Esimda qilishi shu ruslarninki bizning yurtlarimizga kelgan chog'dagi ishlarni so'zlab beradi. U nima boshqa chog'da, boshqa videoda so'zlay. U onam 96 yoshida, 94 yoshidami, 96 yoshida shunda tugab ketdi. Onam o'sha kichik chog'larida shu ruslar shu bizniki mahallaga qadar shu kelgankan ilqi rifle nima deymiz? Shularni ko'tarib yurib, shu mahalla-mahallada shunaqa yurar to'q. Ish qilib nurg'un narsani so'zlaydi. Shundan bilan ro'stimiz desa, biz ilqi ro'z degan faqat kechasi keladigan yo'g'on bir maxluqqa o'xshaydi. Shu kelgan chog'da mundaq bir yana choponning peshini tutib olsa, shuni ro'zga o'xshaydi deydiq-da. Uxlamagandan keyin anandan keyin birga tang qopdigan bo'ldik. Bizniki asosliq bakrak shu nima qildiganimiz nima desanglar, ilqi ro'z vaqtida yeydigan nozu ne'matlarning ko'pligidan bir narsa yeyillam qopadiq-da. Anandan keyin shu ro'z to'xtab shu kundan tushguncha o'ynab tushdan keyin bo'lgancha yig'laydiq. Anandan keyin qo'saq ichib ketdi deb. Shuni bilan ilqi bizniki kichik vaqtlarimiz bo'lgandan keyin ro'z tutgan bilan tutmagandan keyin farqi yo'q degandek shundoq. Tushdan burun ro'z tutib, tushdan keyin ro'zimizni ichitadiq degandek. Shunaqa qiziq chog'lardi. Bir navri inilarimiz, singillarimiz shular bilan bek ko'ngilli shundoq nimalarimiz bordi. Aslimlarimiz qadr kechasi to'g'riliq bir narsani so'zlagan chog'da shularni anglab, biz ilqi kichik bolalar bo'lgandan keyin bizning ilqi imagination o'ylaydiganimiz shundoq ilqi hamma odam xiyol qilmagan bir narsani o'ylay oladiq-da. Masalan, qadr kechasi shundoq ko'ziga bir nur ko'rindi ekan. Shu nur ko'ringan chog'da nimani tutib olsa, shu oltinga aylandi ekan degandek shundoq. Qadr kechasi kecha namoz o'qish kerak ekan, namoz o'qigan chog'da bir nur ko'rindi ekan deb. Shuning bilan sen nimani tutsan, sen nimani tutsa deyishadi shu chog'da. Men yo'g'on bir jo'zini tutib olsam, shu hammasi oltin bo'lib qolsa, bir qozonni tutib olaman degandek shunday gaplarni qilishadi. Yana nima gaplar bordi ish qilib doim. Bir nari inim bo'ladigan va shundoq kechasi uyquchilikda turolmaydi-da. Noz ne'matlarni yeyig'ida turolmay, natisi qo'yib yig'lab ketadi. U nima uchun chaqirmadinglar deb. Keyin mana ro'z tutdig'ini deb shu yo'riq tushib ketdi, kun chiqib ketdi. Endi qandoq ro'z tutmoqchidan yo'q, endi bo'lmaydi deb o'shanaqa qarang qilib beringlar menga deb. Bo'ldi amsa qarang qilib beraylik deb shu pardalarni yopib uyni qap-qarang qilib beraylik sen ro'z tutqinsiz. Yo'q, men butun olamni qarang qilib beringlar deb jidal qilib yig'laydi-da. Kichik bolaniki ilqi jidali. Kichik chog'larimizga shundoq aslimlar bak chiqqan. Keyin maktabga bordik. O'rta maktabga chiqqan vaqtda bizniki bir o'qituvchimiz bor, ismi Setovoldi deb. Shu o'qituvchi shundoq ilqi shundoq kommunistda bir oy jarayonida har kuni degidek shundoq shu o'zi dars o'tgan sinflarga kirib shundoq bolalarga suv ichkizadi. Uniki gapi bo'yicha shu sizlarniki rus tilga mazgilinglar emas, sizlarniki yaxshi o'qiydigan mazgilinglar. Yaxshi o'rganish qilinglar, rus tutmanglar deb hammasiga majburiy suv ichkizib, non yegizib degandek shunaqa bir ishlarni qiladi. Ba'zi qizlar yig'lab ketadi yoshligiga suvni ich degan chog'da-chu. Shundoq bir kommunist shundoq bir ilqi shundoq bir biz yoqtirmaydiganlar o'qituvchimiz bor deymanman. Keyin u o'qituvchimiz boshqa bir ishlar sababli shunaqa turmaga kirib ketibdi deb oldik. O'quvchilarga chiqilib qo'ygan ekan hamda doim shunaqa bir ishlar bilan endi bu yerda xo'p bo'pti deyishning o'rni yo'q, endi Xudoyim jazosini beribdi deb shunaqa deb o'yladik. Endi u gaplarni demay endi shundoq bir ro'za Ramazonda hozirgi Xitoylarniki zulmdan bakrak bizga zulm qilingan o'zimizning oramizdan chiqqan shundoq yomon bak Xitoyparast kommunist bo'lib ketgan shundoq bir ma'lumlarimiz bo'ldigan. Joysini yeb hozir naladikin tong. Shundoq dars vaqtlarida
Mecburi rozumuzni oshkoz etgan shundoq bir malımız bolgan. Keyin oliy maktabga chiqdik. Oliy maktabda 4 kishilik, 6 kishilik, 8 kishilik yotoqlarda qizlarniki yotoqi. O yotoq ishki, yotoq binosiniki yo'g'on futbol maydoni bor. Biz kechasi shundoq yoshirin o'rnimizdan turib, ba'zida shamni yondirib qo'yib, birimiz maxsus o'sha nimaga qarab turardik. Derazadan pastki mo'rabbiligi bizniki lo'janglar deb qo'yatdik. Odatda bino boshqaruvchilari 2-3 odam agashtirib yurib, elektr chirig'i bilan shunaqa binolarniki chirig'iga, binolarga shunaqa chiroq yoqib, qaysi yotoqniki chirig'i yondi, kim qaysi yotoqniki qiziri uyg'oq degandek shundoq tekshiraydi. Biz shu yoshirin bir ishlarni qilardik shundoq kunduzi darsga borgan chog'da yolg'ondan qo'limizga mineral qutisi sularni olib qo'yib, yana dars vaqtida oldimizga tiklab qo'yib, dars o'qigan bilan amaliyotda hammamiz ro'za degandek. Ananikin har bir sinflarda birdan ikkidan ilg'inadek partiya a'zolari bo'ladigan, ularninkin bir vazifasi bor, bir jadval tuzdirilgan. O chog'larda 2003, 2004, 2005 yillarmi ular. Shu chog'larda shundoq bak tekshirish bak informanik ulan faqat shakliga ham jadvalni to'ldirib qo'yadi. Rostqalar yo'q degandek shunaqa da'volarimiz o'tdi. Da'volarni cho'ng bo'lib ketdik. Men bu yubey da'voyan deb qo'yamdim ya. Uni ya ilgirki bir videolarimda so'zlagandim qanaqa ekanligini. Yubey da'voyan bo'lib iltimos yozsangiz partiya a'zosi ketsiz, ma'qul deb yurib, keyin tatib, keyin maktabda mashina deb ma'qul mana deb qo'yib, keyin chetga chiqib ketdim. Ashuna da'volarniki qildigan ishlari shu. Boshqalarniki namoz o'qimaganlari, ro'stqan tutmaganlari degandeklarni tekshiradigan shunaqa jin kommunistlarimiz. Shunaqa bir nimalar bordi. Bu oliy maktabdagi ro'za Ramazon oylarimi shunda ham qiziqarlik, ham achchiq degandek shundoq aslimlarimiz borda. Shu asosan so'zlaydigan so'zlarimni shunchalik ham so'zlay bo'ldik. Bu aslimlarimni mushtaq so'zlab qo'yay. Boya so'zlaganimdek bir qism diniy faoliyatlarimiz ham madaniy faoliyat qatoriga kiradigan ro'zonchilar naqshisi bilan bu qatimliq programmamni oxirlashtiray. Men u Ramazon naqshisi deb bilan o'zimniki YouTube kanaliniki community tab ga yo'lab qo'ygandim. Community tab Ramazon oyi muborak bo'lsin deb. Mushu bir tal naqshidan bizniki Ramazon oyidagi go'zal axloq
Rabbim kalman iken dostlarım. Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan hoş mübarek yıl koşu Ramazan. Esselamu aleyküm ya tambaylar. Esselamu aleyküm ya tambaylar. Rozunun zakatına bak tambaylar. Rozunun zakatına bak tambaylar. Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan hoş mübarek yıl koşu Ramazan. Peygamber oluyor sen orada yaşar. Peygamber oluyor sen orada yaşar. Derginin Medine gelsek kim yaşar? Derginin Medine gelsek kim yaşar? Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan Muhammed milleti gel şu Ramazan. Aslandır Leyla müşkemmeller burada. Aslandır Leyla müşkemmeller burada. Köyümde bir oğlum var kızırda. Köyümde bir oğlum var kızırda. Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan hoş mübarek yıldır şu Ramazan. Rozun ilgünleşti bu yavrum süzger. Rozun ilgünleşti bu yavrum süzger. Rozunun zakatını bilin bizler. Rozunun zakatını bilin bizler. Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan hoş mübarek yıldır şu Ramazan. Roz tut namazı de canım için. Roz tut namazı de canım için. Alayıkla zakatı dermanım için. Alayıkla zakatı dermanım için. Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan Muhammed ümmeti gel şu Ramazan. Bizim boraz ergençim. Bizim boraz ergençim. Soğun bilmem bir bu mezlum kişi. Soğun bilmem bir bu mezlum kişi. Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan Muhammed ümmeti gel şu Ramazan. Rozunun onegini kadir günü. Rozunun onegini kadir günü. Uldur bir Müslümanlar bu yıldırı. Uldur bir Müslümanlar bu yıldırı. Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ramazan Nim degan güzel millet bu ha. Şuna qilib bugungi Roza Ramazan to'g'riliq aslimlarni so'zlab qilgan bu programmam shuni bilan oyoqlashdik. Ko'pchilik takror amonlarga roza oyi muborak bo'lsin. Takror amonlarga rozani to'liq tutadigan, namozlarni vaqtida ado qiladigan kuch-quvvat bersin. Keyingi programmamda ko'rishaylik.
yoqtirgan bo'lsangiz ustiga barmoq belgisini besib qo'yasiz, obuna bo'lasiz. Obuna bo'lib qolgan bo'lsangiz unda qo'ng'iroq belgisini ichib qo'yasiz. Rahmat hamsa, keyingi videoda ko'rishaylik. Ammo Xudoyim qo'manin.